Dilshod, ne bola ajratasiz? Hamma bolalar men bolamni qaramayapsiz. Ajratmay bolani. Trener bola ajratmaydi. Bola qilayotgan harakatiga qarab o'zi ajraladi. Dilshod, qarab oling. Hop. Dilshod, o'g'lim sizga topshirdim. Hamma musobaqalarga olib chiqing. Hamma musobaqalarga qatnashsin. Va kerak bo'lsa har kuni shug'ullansin. Har kuni rezultat ko'rsatin. Keyingi kerak bo'lsa sizga omonat topshirdim. Rangingizlar birinchi o'yinlar. Xudo xolasa natijani qilamiz. Faqat sizlardan talab qilinadigan narsa va sabr. Mana bir gapim bor. O'sha musobaqani ustoy bor. Bolalar bilib yo'q. Haligacha musobaqa yutqizish bu yo'lda oxir emas. Haqiqiy chempion musobaqa yutgandan keyin tajribasi oshadi. O'zini ishlashni boshlaydi. Bu bola boshlaganda juda ham bo'sh bo'ladi. Hozir harakat qilyapti, ishlayapti. Har kuni ikkita o'tiradigan bo'lsa, grafik bo'yicha to'liq olib keladi. Agar siz farzandingizga ishonsangiz, siz o'ylaganingizdan ham kuchli bo'ladi.